Burun bunu oldida Hallo, ladies and gentlemen, ik is Frey $6 Amerika $100 frequency. Come on, Frey. Yaxshimisiz? Siz yili qadimiz tunishdagan yili qadimizning o'g'li shumi? Yes. Voy, siz ingliz tilini qiqqa so'zlayotgansiz-ku. Şu atam, şu Batalantdan chiqib osh qizni uyga olib kelganda shuni o'ylab ancha-muncha. Hey, men sizdek ingliz tili yetib yetadigandan birisi lozim deydi-a. Men bir sodishin deyishayotgandim, shu sizdek ingliz tili so'zlayasiz. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Meni sodishimni bir aplashtirib bering-a. Qanday o'ylab? Qilasiz, siz ingliz tilini ustoygandan keyin. Yes. Biraz ishxonada ko'rishayapsiz. Enaga $6'nimnikini jurg'a. Bu ishxonamiz kasetda. Bu ishchimi? To'xta. Bu degan qiz bolanga bayon qizga o'xshatadi-ku. Bu sen bu bir qiz bolami yo'qmisa, qo'sh kezakli bilan yurmagansan? Ya aka un netsini un bir yüzde kız vallahi ko'rishdim. Qaysi bir chiroy esimni qo'yib qoldi mening deb o'tirib anglamamcha. Degina ukam. Voy tattiq ukam. Degina. Shuni bilan shu ashta bilan ko'rishdim. Nice to meet you. Nice to meet you. Yaxshimisiz dedi Cumhur. Okay, what's a handsome guy? It's your boyfriend? Meni kim buldu deydi. Guardians of the Bright'ın yardımcı Frank'ıyız. Oh, your name is Frankie. I know that. Yeah. What's a handsome guy? Oh, let's talk about the business. Yes. Yugurtga qilin, men tarjima qilib beray. Aytdi deydi. Sizga qiling, men tarjima qilsin. Undaqda men avval bizning shirkatning umumiy ahvolini tushuntirib qo'ysam, bizning shirkatimizda shu 300 dan ortiq xizmatchi xodim bor. Kunligi 1000 qirdan ortiq kiyim tikib chiqara oladi. Bizning asosiy maqsadimiz sizning shu ishkirlik korxona ham savdo saroylaringiz bilan hamkorlashish. Arreki snu varit nu 300 frank ne så jag kostar frank som market som är det att 200 frank som varit nytt. Frank 300 adam regional view så. New, free. Oh, your clothes very free. Frank. Yeah. Yes. So, I don't know what is it. Siz ne deydi ma yoldaşınızı boğaz yeriniz mi dedi. Bizdə to'y qilgan so'q tushundirmayapsiz? Right because so right adamın sonsa frank inanın sonsa frank. What? Sorry is no frank adamın sonsa frank de diyebilirim frank var ya sonra. What sorry? Siz ne kızıl kebapsız ağırıp kaldı mı emin işte öz kızıl kiyimde. Yo'q, qizil kiyilishimga sabab ham bilgan siz bilan men savdo munosabati bilan paranglashdim. Texmi jo'shqin, tetik ko'rmay deb atayin qizil kiyim kiyib chiqdim. Sorry Nicholson bak kızıl kiyimse sebep ne frank? Sorry Nicholson frank. Simmer gets some frank. Bah, sorry, I'm sorry.